bitta yo'qlar borib ishlayapman. Oyliklar beryapsizmi o'z vaqtida? Sizlarni gaplashib yurgan kalli ham bir bar qilib. Yo, assalomu alaykum. Va alaykum Marfa assalom. aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yuzdan charchamasdan qiling. Keling o'tiring marhamat. Bezdiqmanimi aka? Marfa aka, biz ishlar nima bo'ldi aka? Sizlar ishlaringiz juda ham ajoyib. Chotga topshirdik. Oyliklar beryapsizmi o'z vaqtida? Albatta, o'z vaqtida olyapti. Bolalar juda ham xursand aka sizdan. O'shaning uchun bu safar ham sizlar sizlarni brigadalaringga tegdi. Bu hozir bizim 1 million 200 ming so'mmiz, bu obyektdagi pulimiz. Yo'q, bu yerda 1 million 300 ming so'm, 100 ming so'm premiyasi bilan. Gap bor aka. Bolalar juda ham xursand aka sizdan aka. Agar keyingi obyektda ham shu holatda beradigan bo'lsangiz, normal ishlar topshiramiz. Bolalar addush ishlayapti aka. Lekin rahmat katta sizga. Xo'p, yaxshi ishlaydi. Gaplashamiz. Xo'p. O'rtoq karochi qizlarni gaplashib yurgan kalli ham bir bar qilib normalniy dam olaylar. Qurilishda bolalarni uxlatib hozir pulini oldim. Aka sizni kutib turibmiz biz. Bir minut bo'ldi. Hozir bolalar kelib qoldi, pullarni berib mana qo'yay, telefon qilaman davay. Aka nima bo'lyapti o'zi ishlar? 45 kundan beri pul berganingiz yo'q, insofingiz bormi aka? Bitta yo'qlar borib ishlayapman. Uyga pul chiqarish kerak. Ha, qaranglar bolalar. Ular hozir hech qanaqa urush bo'lyapti. Hamma krizisga kirgan. Hozir katta ham o'zimizdan boshlagan juvalab pora urib ketgan. Zo'rg'a bir kaliyam qilib, vino qilib 200 ming so'm pul oldim. Shu ishni ustidan. Buni olib turasanlar, esli ishda bir qolgan pulni olishimga sraz beraveraman. Men bolalar hozir ishim shashilish, ertaga ko'rishamiz. Ana shu xizmatni qilgan usta norozi bo'lib qarg'ab chiqib ketdimi? Ikki dunyo baraka topmaysan. Toshi ustani rozi qilmaguningcha. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ustani ishlatib, peshonasidagi teri qurimasdan turib pulini beringlar, haqqini beringlar.